edik. Salomat bo'linglar. Rahmat. Salom bo'linglar deymiz. Va dasturimizni lavhalar taqdimoti bilan davom ettiramiz. Ilk lavhamiz ham sizlarni befarq qoldirmaydi degan umiddamiz. Zero ushbu lavhamizda san'at e'tirof etiladi. Aniqrog'i tasviriy san'at uslublari, yo'nalishlari borasida so'z boradi. Surat chizish inson paydo bo'libdiki, unga hamrohlik qiladi. Qayerda, qaysi xalqning zamirini, tarixini o'rganmang, tasviriy san'at o'ziga xos o'rin tutganiga guvoh bo'lasiz. Albatta, aynan yapon tasviriy san'at ham tarixda mana shunday sezilarli, chiroyli iz qoldirgan deya bemalol ayta olamiz. Kalligrafiya, sumio kabi rassomlik san'ati aynan mana shu kungacha xalqning bir necha asrlik madaniyatini qamrab olib kelmoqda. Darvoqe, Urganch shahridagi O'zbekiston zamonaviy san'ati muzeyida yaponiyalik rassomlar asarlari ko'rgazmasi bo'lib o'tmoqda. Bir oy davomida o'tkaziladigan bu ko'rgazmada foto san'ati, performans, kalligrafiya, rang tasvir san'ati namunalarini tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Demak, hozirgi lavhamiz aynan mana shu ko'rgazmadan tayyorlangan. Birgalikda tomosha qilamiz, marhamat. Kalligrafiya, sumie kabi rassomlik san'ati Xitoyda paydo bo'lgan. Keyinchalik Yaponiyaga kirib kelgan. Sumie san'at turini nomidan ham anglash mumkin. Sumi tush, tasvir degan ma'noni bildiradi. Bu san'at turini Yaponiyada avvalo aristokratlar va samuraylar o'rganishgan. Qadimgi sharqni mayin ichki his bilan sezib, yoqimli hissiyot mavzusi, mo'yqalamning yengil raqsi, meditativ holat. Hattotlik, ikebana, she'r tuzilishi hammasi birgalikdagi san'at bog'i. Sumie bu ko'p rangliligi bilan boshqa san'at turlaridan ajralib turadi va u akvarelga o'xshaydi. Asosan qora rang va suvga aralashtirilgan cheksiz ko'k ranglar majmui. Bunda asosan texnika va faylosuflarcha ma'no juda muhim. Shuningdek, bu rassomlik san'atida spontanlikning bajarilishi, mo'yqalam orqali bo'yoq berilgandan keyin buni olib tashlash yoki to'g'rilashning iloji yo'q. Bambuk sumie san'atida asosiy mavzu bo'lib, bunda turli xil chiziqlar va ranglarning nozik turlari muhim. Yapon kalligrafiyasi yoki shoda tamayuli juda oddiy. Bambuk cho'tki siyohga botiriladi va guruch qog'ozga hierogliflar chiziladi. Yaponiyada shoda odatiy tasviriy san'at darajasida qadrlanadi. Haiku esa she'riyatning tabiat va insonni bir butun qilib ko'rsatuvchi milliy shakli. Ikki predmet ham sharq estetikasi tamoyillaridan birini aks ettiradi, oddiylik va nafislik uyg'unlashuvi. Bunday mashg'ulotlar yoshlarni ko'p asrlik madaniyatni qadrlash va hurmat qilishga o'rgatadi. Ideal qog'oz Yaponiyada bu guruchli, ya'ni yaponcha gazenspidir. Bunday qog'ozlar Xitoy mahsulotiga o'xshaydi va badiiy salonlarda sotiladi. Qog'oz juda yengil va umuman yopishmaydi. Bir tarafi tekis, boshqa tarafi esa g'adir-budir. Urganch shahridagi O'zbekiston zamonaviy san'ati muzeyiga Yaponiyadan turli yo'nalishda ijod etayotgan 6 nafar yaponiyalik ijodkor kelib, To'lqin nomli zamonaviy san'at ko'rgazmasini ochdilar. Ushbu rang-barang ko'rgazmada performans, foto san'ati, kalligrafiya san'ati, rang tasvir san'ati namunalari namoyishga qo'yildi. Tera-san, domo arigato. Men Tansuya Kubota, yaponiyalikman. O'zbekistonga ikkinchi bor kelishim. Bu gal ham Urganch shahridagi O'zbekiston zamonaviy san'ati muzeyiga yapon an'anaviy kalligrafiya san'atini namoyish etishga kelganman. Bu galgi ko'rgazmada 5 ta rassom do'stlarimizning ishlari namoyish etilgan. Mening ko'rgazmadagi kalligrafiyamni hayot, abadiyat va ming yildan takrorlangan uchrashuvlar to'g'risida faylosufona mushohada deb nomladim. Bunday sharoit yaratib bergan muzey rahbariyatiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Rang tasvir tasviriy san'at turi. Biror qattiq yuziga rangli ashyolarda mas, bo'yoqlar yordamida yaratiladigan badiiy asar. Rang tasvir voqelikni badiiy tasvirlash va talqin qilish, tomoshabin fikri va tuyg'ulariga ta'sir etishning muhim vositasi, muhim ijtimoiy mazmun va rang-barang g'oyaviy vazifalarga ega.
Rang orqali rassom borliq yoki xayoliy dunyoni ko'rinarli shakllarda tasvirlaydi. Makonning cheksizligini, undagi narsalarning rang-barangligini, moddiyligini, hajm va fakturasini ko'rsatishi, harakat, inson ruhiyatidagi o'zgarishlar, murakkab hissiy kechinmalar, o'y-xayollarni aks ettirishi mumkin. Ana shu namoyishni ko'rib men juda ham xursand bo'ldim. Birinchidan bu yerda rassom, fotograf rassomlar bor. Viajazist deydi ular. Ana shunday rassomlar bor ekan. Keyin kalligrafiya san'ati ustalari ham bu yerda yig'ilgan. Hammamiz bilamiz, bu Yaponiyada juda keng va yaxshi rivojlangan kalligrafiya san'ati. Mana bu san'atlarni ko'rib bizning vohamizda bir yangicha bir ko'rgazma paydo bo'ldi, yangicha bir oqim, yangicha yo'nalishlarning mualliflari o'z mahoratlarini ko'rsatib turibdi va biz bundan juda ham xursandmiz. Xorazmlik rassomlar, san'atsevarlar ko'rgazmadan shunday bir taassurot bilan ketyapmiz. Bizning ijodlarimizga yana bir yangi turtki beradi va yangicha til bilan aytganda motivatsiya beradi. Biz juda ham xursandmiz. Ko'rgazmani o'tkazishdan asosiy maqsad Yaponiya madaniyati va san'atini xalqimizga yanada yaqinroq tanishtirish, jahon tajribasini o'rganish va tatbiq etish. Qolaversa, san'atning yangi qirralarini ochishdir. Ko'rgazma 1 oy davomida tomoshabinlarga xizmat qiladi.